Assalomu alaykum gruppamiz kanalimiz a'zolari. Bugungi kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin. Andijon jahon bozori gul bozoridan qisqacha bo'lsa kech paytda bo'lsa ham video qilib qo'yapmiz. Kunduz video qilishga vaqtimiz bo'lmadi. Ismli marka deylar. 180 ming so'm. Kam kelishib beramiz. Sariq dekabrisimiz 60 ming so'm. Azaliyamiz. Xo'p, bunisi 70 ming so'm. Mononisi bor 80 ming so'm bo'ladi. Nimaga 80 ming so'm degan bo'lsa-da, bu ichida 6 talik bo'ladi. Misal nisbatan narxi balandroq. Dekabrisimiz ham emas. Simbidu marka deyamiz, 3 xilmi 4 xil rangi bor. Xotirjam narxlarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, 94lik nomerimizda Telegram kanalimiz bor. Shuni bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Guldagan, mana yangi kelgan. Nomerimiz 94lik 437 0880. Agarda nomerim saqlanib qolmasdan kiradigan bo'lsanglar, shu kanalimiz описаниесida tepasida shu gruppamizda, Telegram kanalimizda linki bor, bemalol qo'shilib olishingiz mumkin. Mana dekabrisimiz ham mana ispat gulimiz o'tiraga ajoyib kelgan. Bu 80 ming so'm yozilgan, lekin 70 ming berilyapti. Kameli kuchutlarimiz yana. Kameli kuchutlarimiz 50 ming so'mda. Dastlabkilarimiz bor, jo'natib beramiz. Faqat ertaga juma kuni jo'natamiz. Bemalol so'rashingiz mumkin, telefon qilishingiz mumkin. Kamelian zononisi 250 ming so'm. Hamma turishi bitta kameli. Tagiga ko'rishingiz kanasi ham yo'q. Molari 160 milliklari. Sekas 100 ming so'm. Dekabrisimiz ikkisi ham bor. Bu ham 60 ming so'm. Kaktus 3 tasi bittada 60 ming so'm. Dekabrisda mana bu nima? Gardenia 80 ming so'm. Mana bu Simbidu marka deyamiz, 4-xil rangi, qizil deb qo'yamiz osongina. Bor bu ham. Mandarinlarimiz 130 ming so'm, gusmaniyamiz 70 ming so'm. Mana o'ta go'zal, chiroyli. Baklar tiniq, ko'z tegmasa. Paxiramiz 130 ming so'm. Sherigi ham bormadi buni. Aporalarimiz 25 ming so'm har bittasi. Keyin ham bor. Qalanxo'yamiz egasiga ertaga jo'natib yuboramiz, xudo xolasa. Azaliyalarimiz 300 ming so'm. Mana gusmaniyamiz. Mana bu nimamiz 90 ming so'm. Diamond ichida soni o'ta ko'p. Shunday materialimiz ham bitta, oq kameliyamiz ham bor. Sagi palmalarimiz 120 ming so'm, 180 ming so'm. Kameliyamiz bitta qolib ketdi. Mana kun quvvatlar bu ega ketadi. Buni 400 mingga berdik. Qo'shnimiz ketdi. Gartenziyasi bor. Buni bu qo'chimizdan maqsad mana kalistimoni bor. Oladigan bo'lsanglar telefon qilsanglar, men nomer narxini bilib qo'yaman. Bo'yi 1.80 chiqar ekan, shtamp qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Gullayapti. Mana paxipodimiz bor. Mana rododendronimiz gullaganlar ham sotildi. Mana bunisi qoldi. O'ntasi o'ta ko'p. Bunisi 400 ming so'm. 370 ga beramiz. Archamiz 160 ming so'm. Jo'natib berish kerak bo'lsa qo'shiladi narxi. Nimaga desa, korobka narsalari bor. Paxiramiz. Suvagi katta, 3 talik bo'ladi. Holati o'ta chiroyli, tuvagi ham chiroyli. Bunisi 250 ming so'm. Keyin olamiz. Kompozitsiya bunisi 130 ming so'm. Keyin hatto bunaqa bambugimiz ham bor. Bambuklar hamidoriya. Bular ham 130 ming so'm. Keyin bu yoqda bozorda ham qisqacha yurib qo'yamiz. Asha simbidumlarda hammasi bunaqa salapanik kiyishsa, men unga nima qilib borib kelaman. Mana soatimiz kech bo'lganiga qarashmasdan soat 20 ekan bekotda. Odam ko'p. Optum so'rayotganlarga, mana. Optum bozorimiz qachon bo'ladi deganlarga bu qator aytib qo'yapmiz. Optum bozorimiz faqat dushanba kuni obeddan keyin bo'ladi. Soat
4-5 kishi bo'ladi. Keyin tugaydi. Payshanba kuni yo juma kuni, seshanba, juma bo'ladi deganlar aldayapti. Faqat dushanba kuniga ko'chib qoldi O'qtin bozorimiz. Bemalol kelarasizlar. 2lardan keyin bo'ladi. Boringki, soat 1da kelishdi. Boshlaydi, 2larda boshlanadi. Archalar bitta 180 ming so'm. Qo'shnimiz yig'ishtirib bo'pti dorilarni. Umidjonligi doringiz nomi nima edi? Gullatadiganida. Flora ekan, bir qator eshitib olinglar. Gullatadigan gul bor edi, Flora nomi. Umidjon kaktus sotadigan. Kelib gullaringizni bir qator olib ketsangiz ham mayli. Sekaslar bor ekan. Mana dorilarni oldik, ikki oldik. Shirega dori bor, oziqlantiruvchi, stressdan chiqaruvchi, gazon urug'lar hammasi bor. Bu qatorlar to'rtlar narxlarini aytib Bu ko'rsatib aytavering narxlarini. Narxlarimiz Shu to'rtlarda necha pul? 12 ming so'm. 12 ming so'm ekan. Og'ishlari? Og'ishlarimiz Uysi ko'payadi yana og'ish. Indiyanik. Qancha? 22 ming. Kilosi yo donasimi? Yo'q, turishi donasi. 22 ming so'm ko'paytirib qo'ysa, ko'payadigan ashi. 10 mingga 3 talik mana o'g'itlarimiz hammasi. To'rflar, kislit to'rf, perlit, vermikulit. Hamma turdagisidan bor. Biyagumsi. Biyagumuz 4 taqa beramiz. Biyagumusda mana pachkasida 10 mingga 4 taqa berilar ekan. Vermikulit, perlit, to'rf, hammasi o'ta sifatli o'g'itlar. 10 mingga 3 tadan bo'lib ketdi mana. Kelasizda 10 ming berasizlar, 3 ta pachka beradi. Xohlasanglar bitta bundan olsanglar ham bo'laveradi. Bo'laveradi? Bo'laveradi. Mana nech pul kattaroq ekan? Bunisi 6 ming so'm. 6 ming so'm. Mana garmon nech pul? Garmonlar 5 ming so'm. 5 ming so'm. Mana-chi? Bular ham 5 ming so'm oziqalarimiz. Mana arkada ishqi bozoriga mana qarasi bor ekan. Bu nech pul? Xo'p, bular 8 ming, 15 ming ikkita ham qilib beradi. 8 ming so'm, 15 ikkita qilib beradi ekan. Mana nima bor? Asmako'z. 15 ming ikkita qilib beradi. 8 ming so'm, 15 ikkita qilib berilar ekan. Mana bu haligina ko'p bu. 8 ming so'm. 8 ming so'm ko'rib olasizlar. Nima dorilaringizni ham nimaga qarshiligini aytib ketding men. Karnamin bor ekan, rostdan. Karnaminlarimiz bor. Episikon hamma biladigan oziqalar. Sulfat, magniyum hamma biladigan, bar asosiy hamma taniydigan o'g'itlar. Fitosfarindan boshlaymiz. Fitosfarin tomir chirishiga, kasallarga qarshi. Gumilar tirik oziqa, organik. Xo'p, bularimiz 6 ming so'm. 5 ming so'm gumiydi, rossiyskilari. Yantarning 6 ming so'm. 6 ming so'm. Xo'p, mana 6 ming so'm. Kemira lyukslar ham. 6 ming so'm, 100 gram dori. 100 gram. 6 ming so'm. Agrikolalar? Agrikolalar 5 ming so'm. 5 ming so'm. Xo'p, bular hammasi Manakali fosfat 8 ming so'm, 8 ming so'm. mana manakali fosfatlar 15 ikkita qilib berilar ekan. Temirlar bor 10 ming so'mdan. Pachkasi 50 litr ketadigan. Chelesa deb qo'yadi. 10 ming so'm dedingizmi? Aha. 10 ming so'm. Hashbirlar bor 30 ming so'mdan. Hashbir 30 ming so'm ekan. Ishlatganlar biladi, foydasini bilmaganlar Google orqali yo YouTube orqali berib olishingiz mumkin. Hamma ma'lumot. Foydasi yaxshi. Bor. Internetlarda hozir nimalari bor. Mana qisqacha aytib o'tib ketdik. Hammasini aytishimiz uchun limonli kislota ham bor ekan buni. Ha, limon kislota ham bor. Nech pul bu? Mana orxideya, anaqa yuklar uchun nima edi? 3 ming so'm beradi. Camellia, azalea, gardenia. Bunisi Shkodlari qimmatdan qoldi. Mana 5 ming so'm ekan. Bu necha suvga? 15 gram ekan. 15 litr suvga tayyor. 15 litr suvga ketadi mana. Chanqagan paytda bemalol bersanglar bo'laveradi. Nordon qilib beruvchi narsa. Necha pul? 5 ming so'mmi? 5 ming so'm. 3 ming so'mlik gap bor. Mana sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasiz. Bozoringiz bersin. Sekin bu yerda davom etamiz endi. Hoji aka, bu kitoblaringiz necha pul bulari? Kitoblar 60 ming. 60 ming. Nari kichikroqchi. Yo'q, aslida 60 ming. Mo'raq qarang, o'ziga qarab. 40 ming so'm ekan. Bu boshqa o'tib bor. Yani ko'rishlarki archalar shu yerda ekan, bu yerda ham bor ekan archalar. Mana nechi pul? Mana esa bo'y uzunrog'i. 75. Palmalar? 35 ming 40 ming, 25 mingdan beradi. Ma Wagnerchi, kichiklari bor ekan. 150 ming?
100 mingga kami bor ekan. Kelishtirib berar ekan. Sekin ketdik bu yoqlarga aylanamiz endi. Patparlarga sotyapsizmi opa? Salapan tagida qilib. O'rab qo'yib ketyapsiz. Karamlar nechi pul? Sharamlar 10 ming. 10 ming, donaga 10 ming. Ko'proq olsa kelishtirib berasiz. Assalomu alaykum. Hojiga yaxshimisiz? Hozir. Hoji opa, mana artist hali ham turibdi. Ekib qo'yganmiz, suv quyib qo'yganmiz. Shu manzilasiz jo'natib yuboramiz yoki yo'limiz tushib qolsa olib beramiz. Shu Sanchas tarafda yodista opa. Uyingizni aytib yuborsangiz yoki telefon qilib yuboring. Mana necha pul ekan Kameliya? Kameliya 160 mingdan. 160 ming so'm. Kalatiyachi? Kalatiya 100 ming so'm. 100 ming so'm. Mana kichiklarichi? Kichiklari 50 ming so'mdan beryapmiz. Hop, bu pushti ochiladigani. Hop, bulari qizil ochiladigani. Hop, bu mana shu 160 minglik razmeri. Hop, mana bitta kattasi ham qolib ketib qolgan 220 ming so'mdan. Shtampi razmeri, shtampi o'xshaydi. Ham ko'proq keladi. Ular orasida 100 ming so'mligi ham bor. Rasm tashlab qo'ying-da, telefon bo'lsa sizda. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, mana Kamilalar aytdi narxlarini. Xo'p. Kim mana? Ha, yaxshi qo'latda. Bekarga video qilyapmanmi? Buket beraylikmi? Qanchadan ekan bular? 10 ming so'mdan. To'yga 10 mingmi? Tuvalilar 15 ming, To'y 15 ming so'm qirzan temalar. Qaytdingizmi? Ha, men olib qo'ying. Mana Lumrodjon, to'ylar egasi. Mana to'riflar, to'ylar keldik mana. Bu to'ylar narxlarini o'zlari aytishadi. Bu bir kun alohida video qilish kerak ekan. Xormen, sizning sizlar bo'lyapti. Charchamasdan. Nimani? Ha, aytavering, bu necha pul buni to'riflaringiz? Qachqalangan? 10 mingga 3 ta. 10 mingga 3 ta ekan mana. Kattasi mana. Ha, bunisi 15 ga 2 ta, buni optim 5 ming beramiz. Buni 3 Optim ming 5 so'm ming. beramiz. Mana 3 ming so'm berishar ekan optimini to'riflar. Kesli to'rif mana ko'ringizlar 3 ming so'm. Bemalol kelaverasizlar. 50 ming pul. Pachka olganga 50 ming, don olganga 10 ming 3 ta. Ha, pachkasida 20 ta bo'ladi. 20 ta bo'ladi, 2,5 mingdan. 2,5 mingga to'rtgan. Ko'ryapsan, bir pachka oladigan bo'lsanglar, 50 ming. to'rif ham shunaqa. Ha. Akram akani gruppasidan keldik desak bo'ldi. Ana ko'rdinglar, kelaverasizlar. Mana dorilar ham optim narxlarda. Sulfatlar 5 ming so'm. 5 Lepin ming. silikonlar 5 ming so'm. Karnavillar. Karnavillar rossiyskiy 5 ming. Ana Hamma narsa bor. Ugul 5 ming so'm. bular 5 ming so'm. Optimga. Vitasparing Vitasparing 3 ming so'm. kelaverasizlar. Tuvayli ham, Rossiyskisi 5 ming so'm. dorilarni ham, o'g'itlarni ham optim joylarini ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Ko'raverasizlar. Lekin tuvaylar hammasini bir qator narxini aytish uchun uncha alohida vaqt ketadi. Vaqtimiz qiyinroq bo'lyapti. Qancha bo'ldi Kameliya? Ko'raverasizlar, bozor oxirigacha video qilib. Galoboy yil ishqi bozoriga, mana Galoboy yil bor. Tuvada oxirida bemalol kelib o'sha egalaridan olasizlar. Mana ko'ryapsizlar, archalar ham, kiparis ham bor, krimskiy sasna ham bor ekan. Majvennik hamma bor ekan. Kitob qani u? Mana bu kompaktlari, kitobliklari mana 30 ming so'm ekan optim narxi. Ko'raverasizlar. Hamma yig'ishtiryapti ekan. O'rashman bo'ldi. Ko'rdinglar, ketaveramiz. Mana nimachi? Pavlonechi? Pavlone 180, 175 ming so'm. Mana to'satdan charchamayapsizlar? Kelaverasizlar. Bozorda oxirrog'ida qo'yib qo'ygan. Ko'rasizlar, bemalol kelib olib ketaverasizlar. 5 ming so'm Pavlone. Nechta kerak? Assalomu alaykum. Bularchi goldlar? Goldlar 50 ming so'm. 50 ming so'm, gold archalar 50 ming so'm. Ko'rasizlar. Mol izgiritlarchi? 5 ming so'm. Shtamp atrgulchi? 80 ming. 80 ming so'm. O'ta bozorlar bersam, men ketdim endi. Choychamiz. Xo'p, rahmat. Mana Benjaminlar. Bakın jo'natib berdik. Madam archalar bor. Ketdik. Masalan, yig'ishtiramiz endi. Ha, Hoji aka bo'ldimi? Qaytdingizmi? Xo'p. Payshanba kunlikda o'rtoqlar, haligi nima deydi, optim bo'lar ekan deb kelib og'ir bo'lib qolmanglar.
Mana biz ham yig'ishtiryapmiz, ketamiz. Unaqa optim bugun yo'q, payshanba kuni, juma kuni optim yo'q, bilib olinglar. Bir qator aytib qo'ydik, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.